Bismillahirrahmanirrahim. Sura İnfitar. Nahayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Osman yerilgan çağda. Yulduzlar tökülgen çağda. Denizlar bir-biriga qo'shilgan çağda. Qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan çağda. Her odam ilgiri keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ya eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ey inson, seni merhametlik perverdigarınga asilik qilishga nima oldi de? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. U seni yarattı. A'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Ay suratin ma sha'a rakkabak. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Kalla bal tukazzibuna bid-din. Hargiz unda qilmanglar. Ya'ni Allah'ның keramiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kuffarlari, balki sizlar dinni inkor qilasizlar. Inna alaykum lahafizin. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. Kiraman katibin. Ular Allah'ның dargohida hürmetlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turadi. Ya'lamuna ma taf'alun. Ular qilmishinglarni bilib turadi. Innal abrara lafi na'imin. Müminler şek şübhisiz cennette bo'ladi. Innal fujjara lafi jahim. Kafirlar şek şübhisiz do'zaxda bo'ladi. Yaslawnaha yawmaddin. Ular qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Wa ma hum anha bighaibin. Ular hergiz do'zaxdan ayrılmaydı. Wa ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'lidan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir.